Barchaga assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Agar siz kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va videolarga like bosishni unutmang. Bugun biz siz bilan insoniy ehtiroslar, yashirin sirlar va kutilmagan fojia haqida hikoya qiluvchi 2015-yilda suratga olingan Katta shovqin filmini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu shunchaki dam olish haqidagi film emas, bu o'tmish va bugun to'qnashganda nimalar sodir bo'lishi haqidagi drama. Voqealar Italiyaning quyoshli va sokin Pantelleria orolida boshlanadi. Dunyoga mashhur rok yulduz Marianna Lane va uning yosh sevgilisi Paul bu yerga hamma narsadan uzoqlashib, hordiq chiqarish uchun kelishgan. Marianna yaqinda ovoz bo'ylamlarida jarrohlik amaliyotini o'tkazgan. Shuning uchun unga gapirish qat'iyan man etilgan. Ular do'stlarining uyida, hovuz bo'yida sokinlikdan zavqlanib yurishgan bir paytda kutilmagan qo'ng'iroq hammasini ostun-ustun qilib yuboradi. Qo'ng'iroq qilayotgan odam Garrining o'zi edi. Garri nafaqat Mariannaning sobiq jazmani va prodyuseri, balki Paulni Marianna bilan tanishtirgan odam hamdir. U o'zining quvnoq va biroz aqldan ozgan odati bilan aeroportga qo'nganini va ularga ajoyib syurprizi borligini aytadi. Marianna va Paul uni kutib olishga majbur bo'lishadi. Aeroportda ularni katta kutilmagan yangilik kutib turardi. Garrining yonida yosh va go'zal qizi Penelope bor edi. Eng qizig'i, Garri bu qizi haqida atiga 1 yil oldin xabar topgan. Paul va Marianna esa Penelopening borligidan umuman bexabar edilar. Orol festivallar bilan band bo'lgani uchun bo'sh mehmonxona topilmaydi va Mariannaning taklifi bilan bu g'alati juftliklar ularning uyida qolishga majbur bo'lishadi. Garri haqiqiy energiya manbai. U kelganining birinchi kuniyoq tinchgina dam olayotgan uyda shovqin-suron ko'taradi. Ovqatlar pishiradi, baland ovozda musiqa qo'yadi va hovuzga kiyimlari bilan sakraydi. Lekin uning bu quvnoqligi ortida bir maqsad borligi sezilib turardi. U hamon Mariannani sevadi va uni Paul kabi zerikarli yigitdan tortib olmoqchi. Kunlar o'tgan sari vaziyat taranglashib boradi. Garri Mariannani o'ziga qaytarish uchun har qanday usuldan foydalanadi. U bilan raqsga tushadi, eski xotiralarni eslatadi. Paul esa buni ko'rib g'azablansa-da, o'zini bosishga harakat qiladi. Ammo asosiy xavf Penelopedan chiqadi. Bu yosh qiz go'yo ataylab Paulni yo'ldan urishga, uning sabrini sinashga kirishgandek edi go'yo. Bir kuni kechasi hamma shahardagi bayramga ketadi. Paul uyda qolishni afzal ko'radi. Lekin ko'chada aylanib yurib, Penelopega duch keladi. Qiz u bilan suhbatda Paulning o'tmishdagi eng og'riqli nuqtalariga zarba beradi. Uning ichkilikka ro'jo qo'ygani va hatto o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lganini aytib, Paulni ruhan ezadi. Paul buni inkor etmaydi, lekin bu mavzuda gaplashishni ham xohlamaydi. Shu vaqtda barda Garri va Marianna mast holda karaoke aytib, xuddi yoshlikdagi sevishganlardek vaqt o'tkazishadi. Marianna o'zini baxtli his qilsa-da, qalbining tubida baribir Paulga sodiq qolishni istaydi. Ertasi kuni voqealar eng yuqori nuqtasiga chiqadi. Marianna va Garri bozorga ketishganida Paul va Penelope uzoqdagi ko'l bo'yiga yo'l olishadi. U yerda Penelope o'zining jozibasini to'liq ishga soladi va Paul oxir-oqibat bu vasvasiga dosh bera olmaydi va ular o'rtasida yaqinlik sodir bo'ladi. Xuddi shu vaqtda do'konda Garri Mariannani o'padi. Marianna unga bo'lgan hissiyotlari butkul o'lmaganini tushunsa-da, Garriga rad javobini beradi. U endi Garriga emas, Paulga tegishli ekanini qat'iy aytadi. Garri g'azab va armon ichida qoladi. Kechki ovqat paytida uyda o'lim sukunati hukm suradi. Har bir so'z, har bir nigoh go'yo pichoqdek o'tkir edi. Garri qizining va Paulning nigohlaridan nimadir sodir bo'lganini sezadi. Paul ham Garrining Mariannaga qilgan harakatlaridan shubhalanadi. Tunda Garri mast holda uyga qaytadi. Hovuz bo'yida Paul va Garri o'rtasida ochiqchasiga janjal chiqadi. Ular bir-birlarini xiyonatda, pastkashlikda ayblashadi. Janjal jismoniy to'qnashuvga aylanadi va ikkalasi ham hovuzga tushib ketadi. Paul jahl ustida Garrini boshini suvga bosadi. U shunchaki uni tinchlantirmoqchi edi, lekin g'azab ustun kelib, Garrini suv ostida uzoq ushlab turadi va Garri jon beradi. Paul qilgan ishidan dahshatga tushadi. U Garrini qutqarmoqchi bo'ladi, lekin kech edi. Shunda u
Sovuqqonlik bilan jasadni hovuzda qoldirib, xonasiga kirib, Mariananing yonida uxlaydi. Ertalab uy xizmatchisi jasadni topadi. Politsiya keladi. Mariana dahshat ichida, lekin u Polni himoya qilishga qaror qiladi. Politsiya inspektori orolga kelgan muhojirlarni asosiy gumonlanuvchilar deb hisoblaydi. Mariana ham politsiyaga yolg'on gapirib, uy orqasidagi so'qmoqdan begona odamlar kelishi mumkinligini aytib, aybni beayb insonlarga ag'daradi. Film yakunida Pol va Mariana Penelopani aeroportga olib borishadi. Qiz otasining o'limida Polning qo'li borligini sezsa-da, indamaydi. Faqatgina ko'z yoshlari bilan samolyotga chiqib ketadi. Ortga qaytayotganida ularni politsiya mashinasi to'xtatadi. Pol endi hammasi tugadi deb o'ylaydi. Ammo inspektor uning qo'liga kishan urish o'rniga Marianadan sevimli qo'shiqchisi sifatida dastxat berishini so'raydi. Ular erkinlikda qolishadi, lekin bu erkinlik Garrining qoni va og'ir sir bilan qoplangan edi. Mana shunday murakkab va dramatik hikoya inson o'z ehtiroslari ortidan quvib, qanchalik uzoqqa borishi mumkinligini ushbu film yaqqol ko'rsatib berdi. Natali bu shahvoniy eskort ayoli. U pul uchun erkaklarga xizmat ko'rsatishga majbur, chunki u talabalik davridagi yoqimsiz voqea tufayli normal ish topa olmaydi. Alohida va vositachilarsiz ishlaydigan qiz mijozlarni topadi va ular qanchalik iflos va jirkanch ko'rinmasin, ularning istaklarini bajaradi. Natali har kimning ehtiyojlarini qondirishga tayyor, hatto o'zini yosh boladek ko'rsatadigan yoki yomon xulq-atvori uchun uni jazolashni talab qiladigan maniaklarga ham. Bularning barchasi unga qisman zavq bag'ishlaydi, chunki qiz yaxshi pul topadi va o'zini to'liq ta'minlay oladi. Mitch omadsiz jurnalist bo'lib, u jiddiy munosabatlardan qochadi va birinchi uchrashgan qizi bilan sevgi qilishni yoqtiradi. Eng yaxshi do'sti vaziyatni to'g'rilashga yordam berishga qaror qiladi. Mitchni shirin va odobli qiz bilan uchrashishga taklif qiladi. Unga qiziqish bildirmagan Mitch kattalar uchun film tomosha qilish uchun hojatxonaga yashirinadi. U sevib qolishni istamaydi va ilovadagi qizlar bilan tanishishni afzal ko'radi, chunki ular oddiy va har doim nimani xohlashlarini bilishadi. Ularning uchrashuvlari kamdan kam hollarda 5 daqiqadan ko'proq davom etadi, ammo bu yigit uchun biroz zavqlanish uchun yetarli edi. Kechqurun taqdir Mitch va Natalini bar yonidagi restoranda birlashtiradi. Odatdagidek qiz o'z xizmatlarini bir kechaga $3000 taklif qiladi, ammo Mitch zavq uchun pul to'lashga odatlanmagan. U uni osongina erishish mumkin bo'lgan qiz deb atab, u bunga javoban qizdan bir talay gap eshitadi. Chunki Natali o'zini eskort xizmatlari deb atab, o'zini qadimiy kasbning vakili deb hisoblamaydi. Ketishidan oldin qiz nufuzli universitetni tugatganini tan oladi va bu o'qimishli oson erishish mumkin bo'lgan qizlarni uchratmagan jurnalistni biroz hayratda qoldiradi. Bir necha kundan so'ng Mitchning hayoti dars keta boshlaydi, chunki xo'jayin uni ishdan bo'shatishga qaror qiladi. Tahririyatda qisqartirish rejalashtirilgan edi. Mitch esa boshliq bilan yaqin munosabatlarga kira olmaydigan yagona odam bo'lib chiqdi. U hech qachon qiz hamkasblari bilan raqobatlasha olmasligini anglab, jurnalist gazetani tark etadi. U tez orada tushkunlikka tushib, o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotadi va chiroyli qizlar bilan tasodifiy aloqadan tasalli topishda davom etadi. Bir necha hafta o'tgach, Mitch yangi ish topishga qaror qildi, ammo barcha tahririyatlar uni rad etishdi yoki umuman bepul ishlashni taklif qilishdi. Jur'at etgach, u moda jurnaliga murojaat qiladi, ammo bu yerda ham Mitchni professional jurnalist deb hisoblamay rad etishadi. Ammo bu yerda ishlashni juda xohlagan Mitch tez orada ularga juda qiziqarli maqola bilan tashrif buyurishga va'da beradi. Uning maqolasi kimlardir tushunib yetgandir, Natali haqida bo'lishi kerak edi. Ro'zg'or bilan bog'liq muammolar ham o'zlarini eslatishdi, chunki yigit kvartirani ijaraga olardi. Hozirda esa unga kvartiraga to'lashga ham pul qolmagan. Kechqurun u Natalini barda topishga harakat qiladi, lekin o'zini juda shubhali tutadi. Barmen Mitchning politsiyachi ekan yoki emasligini tekshirmoqchi bo'ladi, ammo bu jurnalistga yoqmaydi. Natali bilan uchrashgandan so'ng u unga yordam berishini va qiziqarli maqola uchun tadqiqot obyekti bo'lishini so'raydi. Lekin qiz bunga mutlaqo qarshi, chunki u shaxsiy hayoti va ishi ommaga oshkor bo'lishini istamaydi albatta. O'sha kuni kechqurun Natali mijoz bilan uchrashadi, ammo bu mijoz unga taqiqlangan ishlarni qilmoqchi edi. Natali o'pishishga mutlaqo qarshi va erkak uni kuch bilan o'pishga harakat qiladi. Buning uchun qiz uning qorniga zarba beradi. Do'sti bilan maslahatlashganidan so'ng Natali uni himoya qila oladigan odamni topish yaxshi bo'ladi
bo'lishini tushunadi. Soqchi bilan pul bo'lishni istamay, u Mitchga qayta qo'ng'iroq qiladi va uning hikoyasini bosh qahramoni bo'lishga rozi bo'ladi. Agar albatta u doimo qizning yonida yursagina. Birinchi navbatda ular yigitning tashqi ko'rinishini o'zgartirishadi. Doimiy ravishda Natalining yonida bo'lgan Mitch shokka tushadi, chunki eskortdan tashqari qiz og'ir xarakterli bolalar uchun matematika o'qituvchisi bo'lib ishlaydi. Biroz vaqt o'tgach, Mitch Natalining eng yaqin do'sti bilan uchrashadi va uni eskort dunyosiga olib kelgan odam ekanligini bilib oladi. Qiz juda yoqimli ish uchun oson pulni yaxshi ko'rardi. Shuning uchun u bu ishni davom ettirmoqda. Shu bilan birga Natali boshqalar singari o'ziga kerakli summani yig'gach, bu ishini tugatishini aytadi. Kechqurun juftlik barga borishadi va Mitch qizni kuzatishi kerak. U boshqa erkaklar bilan uchrashmoqda. Mehmonxona xonasini qo'riqlayotganda yigit Natali orgazmni soxtalashtirayotganini tushunadi. Bu narsalarni Natali yaxshigina choychaqa olish uchun qilardi. Tez orada Mitch va Natali birga ko'proq vaqt o'tkazishni boshlaydilar va ko'plab o'xshashliklarga ega bo'lgan do'st bo'lishadi. Bir kuni kechqurun qo'pol erkaklar qizga yopishib olishadi va Mitch uni himoya qilishi kerak. Shu yerning o'zida Mitch qizning hiyla-nayranglarini fosh qiladi, ya'ni Natali Mitchni o'z soqchisi sifatida olib yurishini. Xabarni olgach, yigit ketadi va Natali shubhali ko'rinadi. U yigitning tez-tez kimdir bilan SMS yozishayotganini ko'rdi, lekin u undan nimani yashirayotganini tushunmadi. Natali Mitchni kuzatib borishga qaror qilib, uning ketidan boradi. So'ngra qarasa yigit arzon kafe hojatxonasida birinchi uchrashgan qizi bilan muhabbat qilayotganini bilib oladi. Bundan keyin Mitch Nataliga tanishuv ilovasi haqida aytishga majbur bo'ladi. Shundan so'ng juftlik jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar yo'qligini bilish uchun test natijalari va klinikalarda tez-tez tekshiruvlar bilan maqtanishadi. Uchrashuv natijalariga ko'ra, Mitch nafaqat Nataliga juda chiroyli ekanligini, balki otasi bilan uchrashish uchun o'zini qiz do'sti qilib ko'rsatishni ham so'raydi. Mitch hammani uni yaqinlikka berilib ketgan deb hisoblashidan xavotirda. Shuning uchun u yaqinlarini qiz bilan tanishtirishni xohlaydi. Ertasi kuni ertalab juftlik qishloq uyiga borishadi va Mitchning otasi boy odam bo'lib chiqdi. U ilgari konsertlarda to'liq stadionlarni to'plagan, ammo hozirda yolg'iz va ko'p sport bilan shug'ullanadi. Oila a'zolari Natalidan mamnun. Axir ular u nafaqat bolalar o'qituvchisi, balki erkaklarning ehtiyojlarini qondiradigan eskort ayoli ekanligini tushunishmaydi-da. Kechki ovqatdan so'ng Mitch otasi bilan yolg'iz gaplashishga qaror qiladi va qarz so'raydi. Ammo Natali ularning suhbatini eshitganini bilmasdan rad javobini oladi. Biroz vaqt o'tgach, juftlik Emilyni do'stlari bilan uchrashishga olib borishadi va suhbat davomida birga vaqt o'tkazishga qaror qilishadi. Natali o'zining mukammal ma'lumot ega ekanligini va bundan ham yaxshiroq natijalarga erishishi mumkinligini tan oladi. Lekin u sevgi bilan shug'ullanishni yaxshi ko'rardi. Yakuniy imtihonlardan biroz oldin u uchrashgan barcha yigitlarning ro'yxatini tuzdi va uni do'stlariga yubordi. Shunda hasadgo'y qizlardan biri uni internetga joylagan va natijada buni hatto televizorda ham namoyish etishgan. Buning natijasida Natalining hayoti ostin-ustun bo'lib ketgan. Uning birgina ismi aytilishi barchaga u yengil tabiat qiz degan tushunchani bergan. Natijada qizni hech qayerga ishga qabul qilishmagan. Kechqurun Natali va Mitch Emilyni uyiga olib ketishadi. Uyda Emily bilan juftlik film tomosha qilishadi va keyin yotoqxonaga borishadi. Mitch Natalining yonida yotishga qodir emas va u uxlash uchun joy tayyorlamoqda. Natali yordam beradi, ammo shu payt ular orasida sevgi uchquni paydo bo'ladi. Ular juda ehtirosli o'pishishadi va keyin nima bo'lganini o'zim aytmasam ham tushunasiz degan umiddaman. Ertalab Natali yigitni uyiga olib boradi va uning iqtisodiy muammolarini bilib, ozgina pul beradi. Qiz sog'lig'ini tekshirish uchun klinikaga ketayotganda Mitch yana bir oddiy go'zal qiz bilan uchrashadi, lekin u endi hech kimni seva olmasligini tushunadi. U Natalini sevib qoldi va u bilan birga bo'lishni xohlaydi. Shuning uchun u qizni qo'llab-quvvatlash va birga vaqt o'tkazish uchun klinikaga boradi. Biroz vaqt o'tgach, Mitch do'sti bilan janjallashadi. Chunki Mitch yengiltak qizni sevib qolgan edi-da. Natali o'z ishini davom ettirmoqda, ammo Mitch bundan umuman mamnun emas, chunki u har kuni qizni kuchliroq rashk qiladi. Ko'p o'tmay do'sti va oilasi Mitchning psixolog bilan reabilitatsiya qilish va birinchi uchrashgan qizlari bilan yotishni to'xtatishga kelishgan. Bunday imkoniyatni e'tiborsiz qoldirib, Mitch Natali bilan yana uchrashadi va uning o'ziga yangi mijoz qidiruvini kuzatib boradi. Va bu galgi erkak ham qizga qo'pol muomala qiladi. Shunda
Mitch unga hujum qiladi va qattiq uradi. Qiz uning xatti-harakatlaridan hafsalasi pir bo'ladi, lekin nima bo'layotganini tushunishga urinishlar janjal bilan tugaydi. Bu juftlik psixologik travma qurbonlari ekanliklarini tushunishadi. Natali erkaklar bilan pul uchun uchrashadi, chunki u rad etilishdan qo'rqadi va Mitch munosabatlarga tayyor bo'lmagan go'zallar bilan zavqlanadi, chunki unga bolaligida unchalik e'tibor berishmagan. Janjaldan keyin Mitch va Natali o'z hayotlarini davom ettiradilar. Natali har doimgidek yaxshigina pul evaziga oilaviy keksa erkaklarni xursand qilar edi. Mitch esa bu qiz haqida maqola yozishga harakat qilardi. Bir necha hafta o'tgach, u ishdan voz kechish uchun moda jurnalining ofisiga qaytadi. Ayol bunday o'zgarishlardan hayratda qoladi. Axir ilgari Mitch ular bilan ishlashga tayyor edi. Nima sababdan bunday qaror qilganiga tushuna olmayapti. Natalini tanishuv xonasida topgan Mitch u bilan shaxsiy suhbatlashish uchun boshqa turmush qurgan mijozni haydab chiqaradi. Yigit qizni sevishini ilk bor unga aytadi, lekin javob olmaydi. Natijada uni abadiy tark etadi. Bir necha oy o'tgach, Mitch barcha nashrlarni ortda qoldiradigan eskort qizi haqida ulkan maqola nashr ettiradi. Ayni paytda Natali o'ziga munosib ishni topgan. U yerda uning o'tmishi emas, balki insonning ta'limi va qobiliyatlari qadrlanadi. Xo'jayinning qizi internetda ta'qib qilingan. Shuning uchun u qizni xafa qilmoqchi emas. O'zini anglashga intiladigan Mitch reabilitatsiya kursidan o'tadi. Tez orada u otasining oldiga keladi va tushunadiki, uning otasi o'z figurasini yaxshi holatda saqlashdan ko'ra ko'proq chekishni yaxshi ko'rar ekan. Maslahatlashib Mitch uning baxt saodati uchun kurashish kerakligini tushunadi. Bir necha daqiqadan so'ng u Natalini o'z ostonasida ko'radi. Qiz uning u haqidagi maqolasini ushlab turar edi. Keyin esa qiz yigitga o'z sevgisini izhor qiladi, lekin javobni kutmasdan ketmoqchi bo'ladi. Ammo Mitch o'z sevgilisini qo'yib yubormoqchi emas. Yigit qizni to'xtatadi va umrining oxirigacha birga bo'lmoqchi bo'lgan qizdan bo'sa oladi. Shu tariqa film o'z nihoyasiga yetadi. Hurmatli do'stlar, agar film sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.